Ko'kdala tumani 5-maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Cho'leva Nodira Erkinovna bo'laman. Maktabimiz 400 o'rinli, o'quvchiga munosib belgilangan bo'lishiga qaramasdan qishloq sharoitdan kelib chiqqan holatda 800 dan ortiq o'quvchilar tahsil olib kelmoqda. Bunda 70 dan ortiq oliy ma'lumotli, oliy toifali, birinchi toifali ustozlar samarali bilim berib kelishmoqda. Hamda yashil makon hududiga aylantirilganlik munosabati bilan bizning maktabimizda ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Shulardan 300 ta biz bodom daraxt o'tqazdik, ekdik va manzarali daraxtlar ekyapmiz, gul ko'chatlar o'tqazdik va albatta obodonlashtirish ishlari hali hamon davom etadi va biz yashil makon hududiga juda ham katta bir e'tibor bilan qaratamiz.